Assalomu alaykum. Demak, 9-modulga ham o'tdik. Birinchi savol. Tezlik vaqt grafiki rasmda ko'rsatilgandek bo'lgan harakatlanuvchi jism qaysi intervallarda tezlashadi? Ustozlar, bitta narsani yaxshilab eslab qo'yinglar. Men bitta chizmani chizaman va bu oxirigacha o'rinli bo'ladi. Mana bu V, mana bu T. Xulosa. Vaqt o'qini tepasida mana bu chiziqlar tezlanuvchan. Ya'ni qanday desam bo'ladi? Mana bu chiziq A katta 0. Mana bu chiziqda esa A kichik 0 sekinlanuvchan. Vaqt o'qidan pastda manfiy tezlik holatida eslab qo'yinglar. Mana bu chiziq A katta 0 degani. Mana bu chiziq esa A kichik 0 sekinlanuvchan harakatni isbotlaydi. Tezlik 0 ga yaqinlashayotgan holat bo'ladi, baribir bu orqaga harakat bo'ladi-yu, lekin baribir shu holatni yaxshilab eslab qolinglar va bu har doim o'rinli. Demak, biz boshladik. Qaysi joylarda tezlashadi deyapti. Tezlashuvchanliklar demak mana 1 ga to'g'ri keladi. Ko'rishlik mumkin, chunki bu yerda mana aytgandek bir ortyapti. 2 tushmaydi. Sekinlanuvchan. Endi 3 va 4 da e'tibor bering. Vaqt o'qidan pastga tushganligi uchun mana bu chiziq tezlanuvchanga mos tushaveradi, bu tushadi, lekin bunisi esa sekinlanuvchanga tushib qoladi, bunisi tushmaydi. Demak, javoblarni 1 va 3 degan javobni C javobidan tanlab olamiz. Shu qoidani yaxshilab eslab qo'yinglar, ustozlar. Vaqt o'qidan pastdagi siz o'ylagan narsa bo'lmay qoladi. Vaqt o'qidan tepadagi simmetrik almashadi-da. Endi shu asosda ikkinchi masalaga o'tamiz. Rasmda ko'rsatilgandek tezlik vaqt grafikiga ega bo'lgan avtomobil qaysi intervallarda sekinlashadi? Mana bu yer sekinlashish. Mana bunga tushyapti, ko'ryapsizmi? Bu yer tezlashish. Bu yer mana qaranglar ustozlar, bu yer tezlashishga to'g'ri keladi. Mana bu joy tekis harakatga to'g'ri keladi. Kirmaydi bular. Demak, bular kirmaydi. Bu joychi, mana bu joy vaqt o'qidan pastda mana bu chiziqqa tushyapti. Demak, bu joy kiradi. Oxirgi 5 ham kirmaydi, chunki bu vaqt o'qidan chiqib tezlanuvchan harakatga aylanib ketdi, bunga o'xshab qoldi. Demak, bizda javoblar 1 va 4 degan javob tanlashimizga to'g'ri keladi. D javobdan tanlab olamiz uni. Tushundik? Juda ham oson narsa, faqat shuni yodlab olish kerak xolos. Keyingi masalamizga o'tdik. Rasmda ko'rsatilgan tezlik vaqt grafikiga ega bo'lgan transport vositasi qaysi vaqtlarda yo'nalishini o'zgartiradi deyapti. Yo'nalishini o'zgartirishi ustozlar, bitta narsani bilib qo'yinglar, sizlarga chizib ko'rsataman. Masalan, mana bu x bo'lsa, mana bu 0 bo'lsa, 0 mi farqi yo'q xullas. X 0 deylik. Jism bu yoqqa qarab yursa plus v olinadi, bu yoqqa qarab yursa minus v olinadi. Ya'ni koordinatani qaysi tomonga yurayotganiga hushyor bo'lasizlar. Ya'ni jism o'z tezligini qachon o'zgartiradi? Tezlik manfiyga kirganida. Tezlik manfiyga qachon kirgan? Mana shu joyda kirgan. Tushunyapsizlarmi ustozlar? Boshqa hamma joyda tezlashib yuravergan. Tezlik manfiyga kirayotganda tezlikni yo'nalishi almashib qoladi. Ya'ni tezlikning yo'nalishini ishorasi, ya'ni musbat bilan manfiysini nima farqi bor? Tezlikning musbati koordinata o'qining musbat tomoniga yuradi, tezlikning manfiysi koordinata o'qining manfiy tomoniga yuradi. Shuning uchun javobni T, faqat T3 C javobdan tanlab ketaveramiz. Tushundingmi? Shu joyda manfiyga kirganda u. Endi T5 dan A ga to'g'ri o'zgartirgan, lekin T5 dan bu yoqda harakat yo'q-da, shuning uchun uni olmaymiz. Tushundik? Keyingi 4-masalaga ham yetib keldik. To'g'ri yo'lda harakatlanayotgan avtomobilning tezlik vaqt grafiki rasmda ko'rsatilgandek. Shunga ko'ra transport vositasining bosib o'tgan yo'li qancha metrga teng? Ustozlar, tag soha yuzasi hisoblanadi VT grafikda. Bu tag soha yuzasini topishda men ikkita holat deb mana bu joyda to'rtburchak 200 deb oldim. Ya'ni mana bu 10 ni mana bu 20 ga ko'paytirib 200 oldim. Bu yerda 10 bor, bu yerda 10 bor. Bu yer 50 bo'ladi. Yarmida, chunki mana bu to'rtburchakni yarmini tanlab olasiz-ku. Shuning uchun xuddi shunday qilib jami yo'limiz necha metr desa 250 metr degan javobni tanlasak bo'laveradi 4-savolimizda. Tag soha yuzasidan. Endi 5-savolimizga ham keldik. To'g'ri yo'lda harakatlanayotgan avtomobil tezlik vaqt grafiki rasmda ko'rsatilganidek. Shunga ko'ra mashina necha metrga ko'chadi deyapti. Har bir yo'llarni alohida ustozlar, mana shunday savol kelsa, bu yerda S1, bu yerda S2, bu yerda S3. Tushunyapsizlar-a? Ustozlar, bunda eslanglar chiqmasin. Yo'lni topish uchun shu yerda hamma yo'l degani S1 modulda, agar bo'lmasa, ya'ni modulda S1,
plus modulda S2 plus modulda S3 kechirasizlar. Ya'ni hamma yo'llarni yuzalar topib modul holatda qo'shib yuboriladi. Tushundilarmi? Ko'chish topishdachi. Ko'chish topishda shu narsa modulda qo'shilmaydi. Ya'ni shunchaki S1 plus S2 plus S3 qilinadi. Yo'l kamaymaydi va manfiy bo'lmaydigan qoida borda. Ko'chish esa kamayishi ham manfiy bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun bu holatda ko'chishda modulsiz qo'shiladi. Demak, biz modulsiz qo'shamiz. Ketdik, har birini alohida aniqlab olamiz. Demak, mana bu joyning yuzi -50 ga teng bo'ladi. Chunki bu yerning uzunligi 50, bu yerning uzunligi ham 50. Ko'paytirsak, kechasizlar 10 deganim 10 va 10. Ko'paytirsak 100 bo'ladi, uning yarmini tanlash kerak bo'ladi. Demak, mana bu yerda uzunligi 20. Bu yerda uzunligi ham 20. Demak, bu yerniki 400 bo'ladi, uning yarmi 200 bo'ladi. Bu tomonniki mana bu to'rtburchakniki 20 kara 10. Demak, bu yerdagini hisoblaydigan bo'lsak, 10 bundayga uzunligi bor. 40 bilan 30 orasi, tepaga 20 bor. 20 bo'lsa 10 kara 20 miz 200. Demak, ko'chishni top deyapti. Ko'chishni aniqlash uchun L deymiz. Ustozlar, keyin mana bu grafiklarda menga lar so'zi qo'shilib qolgan. Sekundda kelgan narsa bu. Anu translate orqali xullas ChatGPT shu Gemini xullas shularda rasmni tarjima qilayotgan vaqtimda shu s so'zi ko'plik qo'shimchasini berib yuborib yozilib qolyapti. Shuning uchun men shu narsani to'g'rilay olmayapman. Ishim ko'payib ketib qolyapti tarjima qilishda. Shuning uchun shu avvalambor odamimiz bemalol tushuna olamiz. Shuning uchun sekund bu hammasi nimadan lar bo'lib qolgan. Ko'ryapsizlarmi? Shu narsani to'g'rilab ketamiz. Ana endi ko'chishni topish uchun -50 birinchi yo'limiz. Bu S1imiz -50 chiqdi. Ikkinchisi 200, uchinchisi ham 200. Ya'ni plus 200 plus 20 bo'lib qoldi. Plus 200. L ni topadigan bo'lsak, ko'chishni lengthdan olyapman. Ko'chishni aniqlasak 350 chiqib qolar ekan. Sababi mana bu 200 bilan 200 qo'shilganda 400, 50 dan ayirsak 350. Javobimiz Y javobda turibdi. Ketdik, xuddi shunday qilib, ana endi yana o'sha ishni qilamiz menimcha. To'g'ri yo'lda harakatlanayotgan 6-savol. Harakatlanayotgan avtomobilning tezlik vaqt grafigi rasmda ko'rsatilgandek mana bu joy sekundda beradilarda emas. Shunga ko'ra transport vositasining bosib o'tgan yo'li necha metr yurgan deyapti. Necha metr bo'ladi deyapti. Alohida yuzalarni topib olamiz. S1, S2, S3 qilib qo'shib olishimiz kerak modul holatda. Hammasini modulda topamizda. Demak, ketdik. Bu yerda uzunligi mana bu joyiga 30, bundayiga esa 15. Ko'paytirsak 30 dan 15 ga ko'paytirsak 450, o'shaning yarmi 225. Tushundilarmi ustozlar? Chunki bu uchburchakda bu to'rtburchak bo'lib qoladi. 30 dan 15 ga ko'paytirsak. Endi mana bu joyda uzunligi 5, pastki uzunligi esa 10. Ko'paytiring. 10 bo'ladi pastki uzunligi -10, 50 va -25 olasizlar. Chunki 10 -10 ni 5 ga ko'paytirsak 50, uning yarmini tanlash kerak. Tushundik-a? Demak, endi mana bu joyning uzunligi nechiga teng? Desa, bu joyning uzunligi 10 ga teng. Chunki 30 bilan 20 ning orasi. Ko'paytiringlar. 10 ni -10 ga ko'paytirsalar -100 chiqadi, lekin o'shaning nimasini olish kerak? Yarmini, -50 ni olish kerak. Ana endi yo'lni aniqlash kerak. Yo'l teng S deb olyapman. Xo'p, modul ostida 225. Hammasini modulda qo'shing. Ya'ni 225 plus mana bu 25 modulda olyapman. 25 ni ham plus 50. Hammasini modulda qo'shib yuboryapman. Teng. Bu 300 chiqib beradi shunda. Hisoblasanang. 300 degan javobni A javobdan tanlab olaveramiz. Ketdik keyingi masalaga. 7-savol. Dastlab yonma-yon bo'lgan K va L transport vositalarining tezlik vaqt grafiki ko'rsatilgandek. Rasmda ko'rsatilgandek. Shunga ko'ra 20 soniyadan so'ng transport vositalari orasidagi masofa qanday bo'ladi? Xo'p, dastlab yonma-yon turgan bo'lsa, L jismning yo'lini aniqlab olamiz. SL deb olamiz. Bu qanday bo'ladi? U tag soha yuzasi bo'ladi. Shuni butun mana shuni tagini qamrab oladi. Tushundilarmi? Unda buniki 20 kara 20 to'rtburchak yuzni topish kerak bo'ladi. Bu 400 chiqib beradi. 20 kara 20 da, chunki mana buni tagi. Endi keyingisida esa K jismligini SK nikini topishda esa bu ikki xil holatda bosib o'tyapti. Mana bu joyini bitta yuza sifatida, mana bu joyini boshqa yuza sifatida bosib o'tyapti.
Endi men ikkita shuni tagini hisoblash kerak. Men ikkita yuzaga ajratib olyapman. Mana buning ichi 100 chiqadi, chunki bu to'rtburchakchaning ichida bu. Mana bu esa mana bu yerda uzunligi 10, bu yerdagi 20 trapetsiya bo'lib qoladi. Uni hisoblaydigan bo'lsak, xo'p, 10 ko'p plus 20 taqsim 2 ko'paytirilgan mana bu hashning uzunligi ham 10 bo'ladi. Men trapetsiya 100 da aniqlayapman. Kera 10. Teng aniqlaydigan bo'lsak 30, 2 ga bo'lsak 15, 150. Ya'ni jami 150 chiqyapti bu yerning yuzasi. Mana bu 100 bilan qo'shib yorsalar 250 chiqyapti. Demak, bitta nuqtadan harakat qilgan bu jism 400 metr yurgan. K jismimiz, L jismimiz. Mana shu nuqtadan K jism harakatlangan va u 250 metr yurgan xolos. Ular orasidagi masofa qancha bo'ladi desa, mana bu yerda ko'riladi. U 150 metr turibdi ular orasida. 20 soniyadan so'ng 150 metr orasida masofa bor. A javobini tanlashga to'g'ri keladi. Keyingi masalamizga o'tdik. Xo'p, 8-savol. Dastlab yonma-yon joylashgan A va B transport vositalarining tezlik vaqt grafiki rasmda ko'rsatilgandek. Shunga ko'ra 15 soniyadan so'ng transport vositalari orasidagi masofa qanday bo'ladi deyapti. Juda ham ajoyib savol. Demak, birinchi jismimizni bosib o'tgan yo'lini aniqlab ko'ramiz. Burada orasidagi masofa so'ralyapti ekan. Yo'llari, harakat jismlar o'zini yo'nalishini o'zgartirgan ekan. Demak, bu ko'chishlarini topamiz. Ikkov jismni ham ko'chishini aniqlaymiz. Yo'llarini aniqlasak, masalan, A jism bunday yurganda, unaqada yo'llarini aniqlasak, yo'llari kelib chiqadi, lekin jismlar mana bunday harakat qilgan bo'lsa, biz ko'chishlari orasidagi masofani topsak, oson chiqaveradi shunda. Shuning uchun yo'llardan ketmaysizlar bunda. Bunda S, L, A jismni ko'chishini topishni boshlayapman birinchi o'p. Qani necha chiqar ekan, uni aniqlash kerak bo'ladi. Hop, tag soha yuzasi buni topamiz va mana bu sohani ayirib qo'yish kerak. Demak, sohalarning yuzalarini topishni boshladim. Mana bu joydagi 20 kara 5 bu to'rtburchakni ichiga bo'laklab olyapman. Tushunyapsiz, a? Mana bu joy necha chiqadi? Bu joy 100 chiqadi. Mana bu joy esa 50 chiqadi. Mana bu joy esa -50 chiqadi. Men faqatgina A jism uchun ko'ryapman hamma narsani. Demak, A jism uchun 100 plus 50 minus 50 barobar necha? 100 metr. Bo'ldi. Endi L B jism uchun ko'rishni boshlayman. Bu yerni o'chirib yuboraman boshqa narsalarni. Demak, B jism uchun mana bunday qilib ikkitaga ajratib olaman. Bu yog'i 20 -20 yu mana ko'ryapsizlar. Bu yog'i 10 -200. Tushundik-a? Mana bu yerda -50 lik yuzacha ham bor. Mana bu qolib ketmasin shu yuzacha. B uchun. Demak, B uchun jismimiz uchun jami ko'chish -250 bo'ladi. Tushundilar? Endi bu ishorasini beradi. Bu ishora yo'nalishni beradi. Masalan, bunda x qo'yaylik-da, jismlar dastlab yonma-yon bo'lgan deb qabul qilaylik. To'g'rimi? Yonma-yon bo'lgan bo'lsa, mana shu joyda bo'lgan. A jismimiz qanchaga ko'chdi? Bu tomonga 100 metrga ko'chdi. Mana bu A jismimiz. Plusdan olasizlar shuning uchun. Endi B jismimiz esa -250 metr. Ortga degani u. Bunday mana bu yerga keldi. Xo'p, B jismimiz bo'ladi bu. -250 metr. Endi 250 metrda, xullas, shu masofa 250 metr mana shu tomonga yo'nalishni anglatadi. Savol, ular orasidagi jam masofa necha degan narsa qo'yyapti. 250 ga 100 ni qo'shsang 350 degan javobni beradi. Qo'shilib boradi-da. Demak, 350 degan javobimiz bizda C javobga to'g'ri kelyapti. Yaxshi, keyingi masalaga ham o'tdik. 9-savol. Dastlab yonma-yon bo'lgan K va L transport vositalarining tezlik vaqt grafiki rasmda ko'rsatilganidek, agar T vaqtdagi transport vositalari orasidagi masofa 60 metr bo'lsa, 3T vaqtdagi avtomobillar orasidagi masofa qanday bo'ladi deyapti. Xo'p, demak T vaqtda bu mana shu yuzani bosib o'tishga ulgurgan, T vaqtda esa u mana shu yuzani bosishga ikkinchisini bosib o'tgan yo'lini boshqacharoq fikrlaylik. Mana bunday deylik. Tushundilarmi? Endi biz shunda ular orasidagi masofa 60 metr. Keyin alohida hisoblab olib chiqib ketaveramiz. O'sha 60 metr qanday qilib topilgan? 60. Hop, tepadagi mana bu jismimiz uchun ko'chishlarni alohida topib olamiz. Bunda L
K niki bo'ladi. Bu yer esa L kimniki? L niki bo'ladi. Ko'chishida bular ikkovi ham. Aniqlab olamiz. 60 ni topishdan oldin qaranglar. L K. Bu V kara T. V kara T ni yarmi. V ko'paytirilgan T taqsim 2. Nimaga buni bunaqa qilib olyapman? Mana bu yerda uzunligi V ga teng, mana bu yerda uzunligi T ga teng. O'shani ikkovini ko'paytirib yarmini olish kerak. Xo'p, endi bu 0.5 VT chiqib beradi. Bo'ldi. Endi L nikini aniqlab olamiz. Buniki ustozlar mana bu yerda ko'rishlar mumkin. Mana bu yerning uzunligi T ga teng, kechirasizlar. Minus V ga teng, mana bu yerning uzunligi esa T ga teng. Ko'paytirsak minus V kara T bo'ladi. Tushundilarmi? Endi shu T vaqtdagi ikkovini ko'chgan masofalar. Bularni chizib olamiz. Bittasi mana bu tomonga qarab 0.5 VT yurgan, bittasi bu tomonga qarab ko'proq yurgan undan. VT yurgan. Tushundilarmi? Minus VT deylik-da bo'lmasam. Bu ularning ko'chishlari, masalan bu L jismni ko'chishi minus VT. Bu esa L K jismni 0.5 VT ko'chishi. Shunda ular orasidagi masofa 60 metr bo'pti, deyapti. Aynan shu 60 metr endi qanday aniqlanadi? 60 metr degani V ikkovini qo'shib olish kerak. Hozir masalan mana bu nuqtaga nisbatan mana bu yoqda VT jami masofani topish uchun tars qo'shasiz. Masalan -6 bilan masalan chizaylik. Meniki -6 qo'ysam, meniki 4 qo'ysam, orasidagi masofani topishni nima qilasizlar? 6 ga 4 ni qo'shib yuborasizlarmi? Xuddi shu ishni qilasizlar-da sizlar ham. Xo'p, ana endi 60 degani VT ga qo'shib yuborish kerak 0.5 VT ni. Ayirib yuborish kerak, mayli, shunaqa ishlanaveradi. Demak, bu 1,5 ta VT ni beradi. Demak, 60 teng 1,5 ta VT. Bundan 1,5 bilan qisqarsa 40 barobar V kara T bo'ladi. Shu narsani olgan holatda mana shu narsa bizga yechim beradi. E'tibor beringlar. Xo'p, endi ustozlar K qancha jami yurdi? Menitda 0.5 VT yurdi. Menitda qancha yurdi? VT yurdi. Menitda ham VT yurdi. Menitda ham 0.5 VT yurdi. Tushunyapsizlar? Jami K ni yurgan ko'chishini topib olamiz. Jami yo'lini. Xo'p, L K niki jami qancha chiqadi? Bu yarim VT, VT, yarim VT. Qo'shib olsak 3 ta VT chiqadi. Va bu 3 ta VT ni hisoblasalar, men VT ni olib borib qo'ysalar bu narsani 120 chiqib beradi metrda. Bo'ldi. Endi L jismni jami ko'chishini topish uchun qaranglar nima qilamiz. Xo'p, mana bu joyda ikkitalik bo'lyapti masofa. Mana bu joy 2 ta T ekan. Bu -2 ta VT bo'ladi. Bu yerda shuni -2 ta VT. Uju V minus, lekin T 2 ta T. Bu yerda esa 0.5 minusda 0.5 VT bo'ladi. Tushundilarmi? Ya'ni bu minusda 0 jamini qo'shib yuborsak -2,5 ta VT chiqib beradi. 2,5 ta. Mana bu yerda 2 ta bor, bu yerda yarim ta bor. Shundan L'imiz mana bu yerga teng. 2,5 ga 40 qo'yib, masalan VT ni o'rniga borib ustozlar 40 qo'yib yuborsalar, -2,5 ko'paytirilgan 40 jami 100 ni beradi. VT ni olib borib qo'ysalar mana shu joyga. VT ni bunda ham olib borib qo'ydim bu yerga. Endi ustozlar, bu holatda ham yana qaytarib shu narsani chizamiz. Bunday qilib, jismlar mana bu yerda bo'lgan. Bittasi bu tomonga qarab 120 metr yurgan. Bittasi bu tomonga qarab necha metr? 100 metr yurib qo'ygan. Mana bu -100 bo'lishi kerak. Endi shuni tushuntirmoqchiman. -100. Shunda ularning orasidagi jami masofa necha metr bo'ladi degan savol qo'ysa, bunday qilib jami masofani so'rayapti. Chunki savolda aytganda 3 ta vaqtda, ya'ni shu 3 ta oxirgi vaqtda avtomobillar orasida qanday masofa bo'ladi deyapti. Jamini qo'shsak 220 degan javob D javobimizda tayyor turibdi. O'sha 100 ga 120 ni qo'shib yuboryapman. Tushundik-a? Juda ham ajoyib va yaxshi savol. Eslab qo'yinglar bu savolni. Xo'p, keyingi masalaga o'tyapmiz. 10-savol. To'g'ri yo'lda harakatlanayotgan avtomobilning tezlik vaqt grafiki rasmda ko'rsatilgandek. Agar avtomobil butun yo'lni 3 ta vaqtda bosib o'tsa, masofaning birinchi yarmini qancha vaqtda bosib o'tadi? Juda ham oson savol bu. Qaranglar. Jami yo'l mana shu tak soha yuzasi bo'ladi. Shu nechta katakka to'g'ri keladi?
Bu yerda VT bor. Bu yerda yarimta bor. Bu yerda bitta bor. Bu yerda 0,5 bor. Bu yerda bitta bor. Bu yerda 0,5 bor. To'g'rimi? Jami qancha chiqar ekan S umumiy? 3 ta VT chiqar ekan. Har bir bitta katak VT deb olyapman. Bunaqada mana bitta, yarimta. Qo'shib olsangiz 3 ta VT bo'ladi. Endi shu yo'lni qoq yarmini qancha vaqtda bosib o'tadi? Shu yo'lni qoq yarmi S1 deyiladi. Bu S umumiyda nimasi bo'ladi? Yarmi deyiladi. Bu 3 VT taqsim 2 bo'ladi. Bu 1,5 ta katak degani. VT. Tushundilarmi? 1,5 ta katak, shuni men aytib totganlaringda mana 1,5 ta katak bo'laveradi siz uchun. Demak, T vaqtda shu 1,5 ta katakni bosib o'tadi. Yo'lni birinchi yarmini T vaqtda bosib o'tadi. Javob 1 T. Chiqdi. Mana shunday fikrlash kerak. Eslab qolamiz. Keyingi savolda ham shu usulda qo'llayman. To'g'ri chiziqli yo'lda harakatlanayotgan avtomobil X, Y, Z nuqtalaridan o'tadi. Xo'p, o'zi X, Y, Z ni bu yerda bermayapti, lekin ustozlar, mana his degani tezlik degani. V bu esa T. Tushundilar-ya? VT grafik. Bu tarjima qilmabman shunisini. Uning tezlik grafigi, tezlik vaqt grafigi rasmda ko'rsatilgandek. Vaqt T teng 0 vaqtda jism X nuqtadan o'tar ekan. Demak, bunday chizib olsam 0 T teng 0 bo'lganida jism qayerda bo'lgan? X da bo'lgan ekan. Xo'p. Va Z nuqtaga 4 ta vaqtda yetib bor ekan. Va oxirida Z nuqtaga yetib bor ekan 4 ta bo'lganida. Xo'p. X orada Y nuqta bor ekan. X dan Y gacha bo'lgan masofa Y dan Z gacha bo'lgan masofa bilan teng ekan. Ya'ni mana bu yerdagi S bu S bilan nima ekan? Teng ekan. Bo'lsa, transport vositasi yo'lda Y nuqtadan nechta vaqtda o'tib ketgan degan savol qo'yyapti. Ya'ni yo'lni teng 2 ga bo'linglar. Mana shu joyda ham yo'lini hisoblab olasizlar ustozlar. Qaranglar. Bu yerda nechta katak bor jami yo'l? Uning qoq yarmi Y ga to'g'ri keladi. Jami yo'l mana shu bo'lsa, Z da mana bu yerda bo'lgan, mana Z u. Net X. Y shular qoq o'rtasida. Yo'lni qoq yarmi, chunki mana shart bor-da bu yerda. Endi biz jami yo'lni aniqlab olamiz. Nechta katak borligi? Bitta. Qaranglar. Mana bu yer 0,5. Mana bu yer 0,5. Va eng qizig'i, mana bu joy bilan mana bu joy to'ldirilsa, qaytarib qo'yilsa, mana bu joy ham bitta katakka to'g'ri keladi. Tushundilar? Chunki ikkita katakni qoq yarmi-yu. Jami yo'l qancha S umumiy? Nechta VT bo'ladi desa, hisoblasak. Xo'p, 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta VT bo'lar ekan. Jami yo'l shunaqa. Endi S1 deymiz. S umumiyda nimasi kerak bizga? Yarmi kerak. Yarmi necha bo'ladi? 3 ta VT bo'ladi. Boshlaymiz, boshidan 3 ta VT ni topadigan holatda. Bu yerda 0,5 VT bor. 0,5 bor. 1 bor. Yana bitta 1 bor. Bu yerda 0,5 bor. Bunday tortinglar. Shu nechta VT bo'ladi? Shu 3 ta VT bo'ladi. Demak, Y mana shu joy. Qolgani ham 3 ta VT bo'ladi. Demak, javobimiz Y qaysi nuqtaga to'g'ri keladi desa, hop, necha ta vaqt o'tadi desa, 3 ta vaqtda o'tadi deb javobni tanlab olaveramiz 11 da. Yaxshi. Keyingi savolimiz. To'g'ri yo'lda harakatlanayotgan K va L transport vositalarining tezlik vaqt grafigi rasmda ko'rsatilgandek. Shunga ko'ra quyidagilardan qaysi biri aniq to'g'ri deyapti. Transport vositalari bir-biridan uzoqlashmoqda. Yo'q. Ustozlar, buni tushunish uchun mana bundayda bu tezlikni mana bunisi bilan mana bunisi nimani anglatadi? Aniq ikkalasi ham tezlashayotganini anglatadi. Lekin masalan bu koordinatani chizib olib turib, masalan K baqa qarab yuryapti deylik. L baqa qarab yuryapti bo'lsa, masalan hozir bu yaqinlashyapti bo'lib qoladi hozir bu. To'g'rimi? Ikkovi ham tezlashyapti. O'shaning uchun uzoqlashmoqda degan gap to'g'ri bo'lmaydi. Xo'p. Transport vositalari bir-biriga yaqinlashmoqda. Bu ham to'g'ri bo'lmaydi. Mana bunda uzoqlashyapti. Agar mana shu joyda tasavvur qilinglar, men L meniki tushib qolsa-chi. Uzoqlashayotgan bo'lib qoladi bunda.
Ya'ni uzoqlashmoqda ham, yaqinlashmoqda ham. Xo'p, bu to'g'ri bo'lmaydi. Transport vositalarining siljishlari teng yo'q. Ko'chish teng chiqolmasligi mumkin. Lekin bitta qiziq holat, transport vositalarining tezlanishlari teng. Bu to'g'ri narsa. Ikkalasi ham tezlanishlari teng. Chunki mana bu buni tezlanishlarini masalan a k jismnikini topaman desalar, delta v taqsim t qilasizlar. Delta v ga v taqsim t. Chunki mana v 0 bosh tezlik. A l nikini topasizlar. Bu ham delta v taqsim t. Yana o'shancha vaqt. Tezlik o'zgarishi yana v t. Tushundik? Shuning uchun mana shuni eng to'g'ri holatda olsak bo'ladi. Oxirida el avtomobil ikkovi ham tezlashyapti bular. Bu xato. Demak javobimiz D ga to'g'ri keladi 12-savolda. 13-savolga keldik. To'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanayotgan K va L transport vositalarining tezlik vaqt grafiklari rasmda ko'rsatilgandek. T teng 0 onda vaqtda transport vositalari orasidagi masofa x. K avtomobil esa x, K avtomobil esa t vaqt ichida 4x masofani bosib o'tadi. Shunga ko'ra t vaqtdagi transport vositalari orasidagi masofa uchun quyidagi fikrlardan qaysi biri to'g'ri deyapti. Xo'p, avvalambor ular orasidagi masofa x ekan. Qaranglar, men bitta chizma chizaman. Mana. Chizmani chizib oldim. Mana bu yerga avvalambor ularda vaqt 0 bo'lganda ularning orasidagi masofa x ekan. Ya'ni masalan tasavvur qilinglar, ikkita chizma chizay birdaniga. Masalan k deylik. Mana bu yerda l deylik. Orasidagi masofa x. Tushundilarga? Xo'p, endi aytayaptiki, qaysi biri to'g'ri? Shunga ko'ra ular orasidagi masofani t vaqtda transport vositalari orasidagi masofa uchun quyidagi fikrlardan qaysi biri to'g'ri bo'lishi mumkin deyapti. Qaranglar. K avtomobil t vaqtda 4x masofani bosib o'tadi. Ya'ni bu bunday borib menikecha borish mumkin ekan 4x. Chunki tezligi plus yozibdi ustozlar, bu baqa yuryapti. Unda mana bu L jismimiz ham buni tag soha yuzasi qancha bo'lsa, buni ham tag soha yuzasi o'shanaqada. Bu ham bu tomonga qarab nima qiladi? Aynan shunaqa 4x masofaga borib qoladi. Shunda ular orasidagi jam masofa necha chiqadi degan savol qo'yaylik. Necha bo'lishi mumkin? Bunday qilib chizsak, xo'p, ustozlar, mana bu yerda 3x yotadi. Mana bu yerda ham 3x yotadi. Chunki orada har biri uchun x bor. Jam masofa shunda necha bo'ladi? Bu holatda ustozlar ko'rishlik mumkin. Jam masofani 3x, x, 3x va 7x bo'lishi mumkin. Endi holatni qaranglar, agar mana shunday holatda k mana bu yerda, l mana bu yerda bo'lsin. Orasidagi masofa x, bu k, bu l. Endi k'imiz musbat tomonga yurayotganligi uchun, tezligi musbatda bo'lganligi uchun manaqa qarab 4x yurishi mumkin. L chi o'shanda manaqa qarab chap tomonga qarab 4x yurishi mumkin u ham. Chunki mana bu yuzalar 4x ekuvda ham. Endi ular orasidagi jam masofa necha bo'lishi mumkin? Bunaqada 9x bo'lishi mumkin. Tushundik-a? Mana 4x bundan olinyapti. Orada x bor. Shuning uchun 9x bo'lishi mumkin. Bu ham to'g'ri. Lekin 8x bo'la olmaydi hech qachon. Bu iloji yo'q. Xo'p, javobimiz 1 va 3. 1 va 3 Y javobda chiqib turibdi. 13-savolimiz. 14-savolimizga ham yetib keldik. Dastlab yonma-yon bo'lgan K va L transport vositalarining tezlik vaqt grafiki rasmda ko'rsatilgandek. Shunga ko'ra 1-2-3 oraliklarning qaysi birida transport vositalari bir-biridan uzoqlashadi deyapti. Ustozlar, demak, bularni bosib o'tgan yo'llarini taqqoslash kerak bo'ladi. Demak, ko'rishlik mumkin. Birinchi holatda K jismimiz 4 ta, masalan, SK jismimiz birinchi holatda, ya'ni t vaqt ichida qancha masofa bosib o'tyapti? 3 ta vt bosib o'tyapti. S L jismimiz esa bor yo'g'i yarimta vt bosib o'tyapti. Qayerdan olyapman? Yarimta vt mana 12. Bu mana shuncha vt ni bosib o'tyapti hammasini. Bu degani tasavvur qilinglar.
ikkita jismni yonma-yon qo'yaylik. Mana bunisi 3 VT bosib qo'ysin. Mana bunisi yarimta VT bosib qo'ysin. Bu orasi nima bo'lyapti bunaqa holatda? Buni tezlashib ketyapti buni tepadagi. Katta juda ancha uzoqqa oldirilib ketib qolyapti. Ular orasidagi masofa hozirgi holatda uzoqlashadi mana shu holatda. Ya'ni birinchi T oralikda uzoqlashadi. Tushundik-a? Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Bu yerda o'chirib olaman ustozlar. Keyin mana bu oraliq. Bu oralikda K jism qancha masofa bosib o'tyapti? Ikkita oralikda, ikki oralikda ko'rsak, hop, ikki oralikda S K jismimiz tek soha yuzasini deb hisoblasak, 2,5 ta K VT bosib o'tyapti. Hop, SL jismimiz esa u qancha masofa bosib o'tyapti? U mana shu joyni bosib o'tyapti xolos, tek soha yuzasida. Shunchaki VT ni yana buni yo'li ko'p chiqyapti-da. To'g'rimi? Bu VT ni bo'lguncha bu yana ko'p yurib qo'yapti. Shuni hisobidan bu yana uzoqlashadi, oldinlab ketib qolaveradi bu. Ya'ni yetib olaman deb harakat qiladi, lekin u ko'p masofa bosib o'taveradi baribir. Shuning uchun 2 ham to'g'ri. Demak, bizda 1 ham 2 ham to'g'ri chiqyapti. Endi 3. 3 da ham xuddi shu ishni qilasizlar ustozlar. 3 da to'g'rilayotganlaringda, hop, mana bu joyni o'chirib yuboraman. 3 ni ko'rayotganlaringda K jismimizniki VT chiqadi yo'li. Chunki mana bu yerdagi ikkita V, mana bu yerdagi T yuzasi. Shu burchak yuzini topsalang, bunday qilib. Uniki VT. Endi SL jismimiznikini topsalang, uniki yana u mana bu kichkina soha bo'ladi, yarimta VT chiqadi. Bu yana kichkina masofa bosib o'tyapti. Qachonki bu kattaroq masofa bosib o'tsa, keyin orasidagi masofa yaqinlashadi. Yetib olishni boshlaydi unga. Endi babi yetolmaydi hozir bu holatda ham. Demak, 3-holatda ham tushadi ekan. Javobimiz Y bo'ladi. Hamma holatda K ni bosib o'tgan yo'llari L ni bosib o'tgan yo'ldan ko'p chiqqanligi uchun u yetkazmaydi. Oradagi masofa uzoqlashaveradi. 15-savolga ham yetib keldik. Xo'p, dastlab yonma-yon bo'lgan K va L transport vositalari tezlik vaqt grafiki rasmda ko'rsatilgandek. Aytayaptiki, shunga ko'ra transport vositalari qaysi oralikda yaqinlashadi, deyapti. Yaqinlashadi. Orasidagi masofa kichirayishi kerak ekan, a? Bundan oldingisida nima bo'ladi? Uzoqlashadi bo'ladi. Demak, birinchi oraliq boshladik. Birinchisini bosib o'tgan yo'li SK. Mana bu tek soha yuzasi bo'ladi nechta? 2,5 ta V. 2,5 ta VT. SL yarim ta VT bo'ladi uniki. Mana bu soha bo'ladi. 0,5 VT. Ko'rishlar mumkin. Uzoqlashadi. Ular orasidagi masofa uzoqlashadi. Tushundik-a? Demak, birda yaqinlashish bo'lmaydi ekan, bir chiqib ketadi. Xo'sh, endi 2. Tekshiraylikchi, 2 da. Buni bosib o'tgan yo'li SK necha? SK niki 2 VT. Chunki tek sohada ikkita katak bor-da. SL uniki 1,5 ta VT. Baribir yuzasi kichkina. Baribir yo'li kam. Shuning uchun bunda ham kirmaydi. Bu ham yo'q. Oxirgisida ko'ringlar, buni ko'k chiziq bor, bunday bu mana o'tib ketyapti. U bundan o'tyapti. Ya'ni 3-nuqtada ko'rishlar mumkin. SL'imizniki 2 ta VT chiqyapti. Endi SK ni toping birinchi. SK'imizniki mana bu tek soha yuzasi bo'lib qoladi. K'niki 1,5 ta VT. SL'ni kichik desa, SL'dagi ko'rishlar mumkin, bu tek soha, bu kattaroq bo'lib qoldi. 2 ta VT chiqib qoladi. Demak, SL endi katta bundan. Bunga qaraganda SL ko'proq, orqadagi avtomobil ko'proq masofa bosib o'tishni boshlayapti. Endi ular orasidagi masofa yaqinlashadi. Ya'ni bunda yetib olishni boshlagan bo'ladi. Ya'ni mana bu jism, L jismimiz K jismimizga yetib olishni boshlagan bo'ladi. Chunki ikkita vaqtdan keyin u ko'proq masofani bosib o'tadi K ga nisbatan. Tushundik? Javobimiz 3-javob to'g'ri kelaverar ekan. Faqat 3 degan javobni S javobini tanlab olsak, to'g'ri keladi. Mana 15imiz S chiqib beryapti. 10 nechimiz? 14imiz esa Y chiqqan ekan. Bu ham to'g'ri ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.